Assalomu alaykum yurtdoshlar. Eng so'nggi ob-havo ma'lumoti bilan tanishib chiqamiz. Marhamat tinglang. O'zbekistonda 24-yanvar kuni kunduzi sovuq antitsiklon chekinadi va sovuq havo massalarining ta'siri asta-sekin kuchsizlanadi. O'zgidromet prognozlariga ko'ra, harorat kunduzi 0,3 daraja iliq atrofida bo'ladi. 25-yanvar yakshanba kuni havo harorati nisbatan ko'tariladi. Sovuq kechalari 3 daraja sovuq, 2 daraja iliqqacha kuchsizlashadi. Kunduz kunlari 5-8 daraja iliqqacha isiydi. 23-24-yanvar kunlari O'zbekiston hududining katta qismida asosan yog'ingarchiliksiz ob-havo kuzatiladi. Faqat Farg'ona vodiysi viloyatlarida bugun kunning birinchi yarmida ba'zi joylarda kuchsiz qor yog'adi. Navoiy, Samarqand, Qashqadaryo viloyatlarida ertaga kunning yarmida ba'zi joylarda biroz yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'lishi mumkin. 25-yanvar kuni faqat Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyatida va Farg'ona vodiysi viloyatlaridan tashqari respublikaning ayrim joylarida biroz yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'lishi mumkin. Respublika bo'yicha ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. 24-25-yanvar kunlari respublika bo'yicha ba'zi joylarda shamol tezligi 15-20 metr/sekundgacha kuchayadi. Ayrim joylarda ba'zida 22-25 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Toshkentda shanba kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi va ertalab tuman tushishi mumkin. Yakshanba kuni asosan yomg'ir ko'rinishida biroz yog'ingarchilik bo'lishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Havo harorati shanba kuni kechasi 6-8 daraja sovuq, kunduzi 0-2 daraja iliq bo'ladi. Yakshanba kuni kechasi 1 daraja sovuq, 1 daraja iliq, kunduzi 5-7 daraja iliq bo'ladi.